Daraxtimiz 3-yilda SPC 342 Kanadadan ko'p do'stlar mevani o'zlaring baho berasizlar. YouTube kanalida Farg'onalik bog'bonni kuzatuvchi obunachilar mana 30-32 kalibrda gilos shu bo'ladi. Mana hosildorligi 3-yilda Kanadaniki SPC 342 tim qora bo'lyaptilar. Obunachilarni yaxshi biladi, buni xomligidan ham tashab olganman. Do'stlar, mevaga bitta baho berdilar. 60 ming so'mdan sotildi 1 kilosi, 60 ming so'mdan. Mana Quvasoy lashkarda gilosi doim Quvasoy lashkardagi birinchi o'rinda turgan sababim yuk chiqaradigan akalarimiz juda yaxshi biladi, qattiq chidamli, yirqiroq bo'ladi. Mana SPC 42 lashkarga Quvasoy zonaga zo'r moslashdi. 2-3 yildan beri ko'rib yuribman, qo'rqmasdan olib boqishlaring mumkin. Buni ko'chatdan ko'paytirib qo'yganman, son chegaralangan. Kim ulgib bo'lsa, zakaz bersa, xudo xolasa noyabrga chiroyli holatda tayyorlab beraman. Mana do'stlar, sog' bo'lasizlar.